Demak, bolani ko'rishni boshlaymiz. Harakatlari yaxshiki ham joizda. Umumiy yotishi bo'yicha matkada bunaqa qo'pol darajada siqilib qolmagan. Bolajoningizni bosh strukturalarini ko'rishni boshladik. Bosh miya strukturalarida kamchilikni ko'ryapman yaxshi. Bo'yin qismiga qaraymiz endi. Bolani bo'yin qismida haqiqiy kengashni ko'ryapmiz. Bo'yinda kengaychasi o'ralish. Yuz tuzilishi mana yonda ko'rish bo'yicha ko'z, burun, qo'l barmoqchalari og'zini oldiga olib keladi. Bolani bilak suyaklari, yelka suyaklari hammasi uzunliklarga tekis yaxshi. Yumurqa pog'onasi ham to'g'ri va tekis pog'ona devorlari butun yaxshi. Klapanlar ishlashi bir yo'lda ritmikni ishlab turibdi. Minutiga bolajon yurib tursa, ta'minlaning plyuzi 53 to'g'ri bilan normani ko'rsatmoqda. Jigar ichilari, barcha ichki a'zolari ham bu yo'lda hammasi norma ko'rsatishi. Rivojlanish bilan bog'liq hech qanday nuqson kamchilikda ko'rmadik. O'z rivojlanishining muhimi yaxshi, screening bo'yicha qo'pol muammolar ko'rmadik. Mana bolajoningiz demak sal o'sha matkani tonusini hisobiga ozgina bir diskomfort bo'lib turar ekan. Atrofida suvlarni yetarli miqdorda va toza yaxshi. Ichki va tashqi a'zolari barchasi norma bo'yicha hozirgi srokka mos ravishda yetilib rivojlanmoqda.